Koreyada yoshingiz qancha bo'lishiga qaramay bemalol maktab formasini ijaraga olib kiysangiz bo'ladi. Bu yerga nafaqat studentlar, balki-da уже bola chaqali bo'lib ketgan insonlar ham juda ko'p keladi. Va yana boshqa davlatdan kelgan turistlar ham Koreyani maktab formasiga juda ham qiziqishar ekan. Shuning uchun shunaqa ijaraga beradigan magazinlar juda ham ko'payib ketgan. Hi guys, salom yaxshilar. Biz formamizni уже kiyib oldik. Tadam! Assalomu alaykum hammaga. Shunaqa qilib pushti rangdagini kiydik, chunki hozir bahor fasli, shuning uchun bahor fasliga ozgina mos tushamiz deb manikyurlarim bilan. Bunda yo'q. Orqada varikozlar bilan. Lekin yubkalari juda ham kalta ekan, menga uncha yoqmadi, lekin iloji yo'q. Bundan yoqdi. Bundan uzuni yo'q ekan. Kichkina va katta razmer oldik, shunda ham ikkalamizniki kalta turibdi. Короче, bo'laveradi. Shunaqa qilib chiroyli videolar olgani ketdik.